Hurmatli obunachilar, Qarabog'ot mahallasidan 6 soteli uchastkamiz chiqibdi. Bu mahalla o'zimiz yashayotgan mahalla, svit gazdan muammo yo'q. Mana shu ko'chamiz Vodokanal ko'chasi. Shu uyimiz sotuvda. Bu tarafga Mer elektronika 12 yo'li deyiladi. Mana shu uchastkamiz sotuvda. Uchastkamiz old fasadlari akkuratli qilib qo'yilgan. O'zlari yashab turgan uy sotilyapti. Ko'chatganlik sababli. Bismillah, birgalikda ko'ramiz. Bismillah. Kirishimiz darvozaxonaning old taraflari akva bilan yopib qo'yilgan. Xo'p. Birinchi mehmonxonadan boshlaymiz. Bismillah. Mehmonxonamizning razmerlari katta tayinlangan. Buni o'ziga moslashtirib, yana yaqin qilib olsangiz bo'ladi. Katta spalni. Bitta katta hol. Bu tarafga yana ikkita xonamiz bor ekan. Zimli kuchnasi ham ichkariga qilingan. Uyimiz issiqqina bo'lib turibdi. Ko'cha sovuq bo'lgan, lekin uy ichi issiqqina. Darvozaxonasi ham issiqqina. Bismillah. Hovlimiz zilon zonasi. Bunday qilib soyabon qilib qo'ygan ekan. Yozga bemalol o'tsa bo'lagan. Bu tarafimiz podval polnisi, kladovka, suv hovuzimiz ham avtomatik to'lur ekan. O'tiradigan joylar ham qilib ketilgan ekan. Xo'p, isitish tizimlari. Hozir yo'qki ko'rsatib ketaman. Bu tarafga letniy kuxnya. Так. Kladovka. Hovlicha yoqdi, ixchamgina, akkuratniy hovlicha ekan. Bu tarafga hammom qilib ketilgan ekan. Narxini kelayotgan bo'lsak, bu hovlimiz vaqtiga 150 mingdan qo'yilgan, 140 mingdan qo'yilgan. Bugungi kunda 105 mingga yana ozgina o'tadigan joyi bor. Realnolga yana qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqa qilib olasizlar.